Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Bugun 29-yanvar 2026-yil 500 kilo karavosetkada elangan biogomusga zakaz oldik. Mana yelab tayyorlab qo'ydik. O'zlari xonadonimizga kelib olib ketishadi. 1,5 ming so'mdan mana olib ketishyapti. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaveringlar. Mana karavotdan elangan bilan kichkina setkada elangan biogomuz farqi. Bu mana Vichy sort 05 razmerda elangan. Mana karavotda elangan. Egalasam bitta narsa. Hozir ko'rinishda ozgina farqi bor. Mana karavot setka. Xaltadagi holati bu karavot setkada elangan biogomuz. Bular mana Vichy sort. Xuddi mana shu yerdagi mana tayyor bo'lgan biogomuzdan elanyapti. Mana shu to'planib turgan bir katta hammasi biogomuz. 100% tayyor bo'lgan biogomuz. Shuni elib boryapmiz. Hozir bizga karavot setkaga zakaz tushganligi uchun karavot setkani elib beryapmiz. Xaltalanyapti. Vichy sort biogomuzimiz 2000 so'm. Karavot setkada elangani 1,5 ming so'm. Farqi ko'rinishida, sifati bir xil. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaveringlar. 97 244 4406. Manzilimiz Uzun tuman Yangi Ro'zg'or mahallasi. Sog' salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli va barakotli o'tsin.